Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bir kun oldin men video qilib mollarga pasport berilish munosabati bilan ba'zi bir fikrlarni bildirgandim. O'zimning noroziligimni bildirgandim. Chunki har bir fuqaroning o'zining mustaqil fikri bo'lishi kerak. O'zining hayotda tatbiq etilayotgan qonunlarga, muammolarga o'zining shaxsiy munosabati bo'lishi kerak. Va bu munosabatni bildirib bilish kerak. Xalqda ba'zi bir qismlari axborot makonidan juda chetda qolib ketyapti, e'tiborsizlik qilyapti. Ba'zi bir qabul qilinayotgan qarorlarga endi davlatimiz, prezidentimiz nima degan bo'lsa, o'shada mayli biz nima ham qila olamiz, qo'limizdan oddiy xalqimiz qo'limizdan boshqa hech narsa kelmaydi, davlatimiz aytibdi qilaveramizda degan fikrda yurgan odamlar ham juda ko'p. Haqiqatan ham hozir chet elda Germaniyada bir yigit ishlayapti, veterinariya vrachi. Juda bir asosli fikr bildirgan. Mutaxassis sifatida juda hurmat qilaman. Meni o'zim ham chet elda vet vrach bo'lib ishlaganman. Uni Germaniyada ishlayotganini ko'rib, ochig'ini aytsam, meni havasim ham keldi. Chunki bizni yoshimiz o'tdi. Tilda o'rganish qobiliyatimiz anchagina pasaydi baribir. Bunday yoshlarga men havas qilaman. Vet vrach bo'lib, boshqa Yevropa davlatlarida ishlayotgan, nafaqat vet vrach, boshqa kasbdagi yoshlarimizni ham til o'rganib o'shanday ishlayotganiga juda havas qilaman men. Hasad qilish yoshidan o'tdik. Allohimiz bizga nima rizq bergan bo'lsa, nima xizmatimizni qilishimiz kerak bo'lsa, hamma imkoniyatni yaratib berdi. Biz ishimizni qildik, ishladik. Ro'zg'orimizni butladik. Baribir ro'zg'or butlanmaydi umrda oxirigacha. Ko'yishda qandaydir bir imkoniyat qildik o'zimizga, bolalarimizga. Chekkadan kelayotgan har qanday pul 1 so'm bo'lsa ham, 1000 so'm bo'lsa ham, $100 bo'lsa ham O'zbekistondagi oilaga juda kuchli iqtisodiy yordam bo'ladi. O'sha bolaning ham fikrini qo'llab-quvvatlayman. U pasportlash, identifikatsiyalash chorvachilikka juda katta kelajakda daromad olib keladi deb aytayapti. Buning orqasida juda katta o'zgarishlar bo'lyapti deb aytayapti. Lekin unaqangi o'zgarishga bizning davlatimizning territoriyasida asos yo'q, baza yo'q. U narsani xalq mayli qabul qiladi, lekin u hamma narsa qog'ozda qoladi. Izrail texnologiyasi deb qanchalik juda katta shov-shuv bilan tomchilatib sug'orishni olib keldilaring. Davlatni qanchadan qancha subsidiyalarni oldilaring. Hozir o'sha tomchilatib sug'orish qayerda qoldi? 100% misol uchun 100% deb ko'rsatgan joylaringda hozir 5% ya 6% tomchilatib sug'orish sistemasi ishlayapti. Batamom ishlamayapti demayman. Ishlayapti. Lekin uning qishloq xo'jalikka berayotgan foydasi mizr. Milligram. Shuning uchun bu narsa ham pasportlash ham investitsiya jalb qilish bahonasida bo'lyapti. Men sezayotganim, men уже bir yosh yigit chiqib aytdi ham, 3 yil 4 yilgacha biz shu sistemani ishga tushiramiz, investitsiya olamiz, keyin yana bilganlaringda yashayveringlar deyapti. Buning hammasi men kechagi videomda aytgandayin faqat pulni yuvish. Shu kelayotgan chorvachilik sohasiga kelayotgan subsidiyali pullarni yuvish masalasi. Xuddi tomchilatib sug'orishday bo'ladi buning ham kelajagi. Bu jamiyatimiz bu narsani yaxshilab tushunib, yaxshilab qarorlarni kutib olib, o'zining fikrini bildirsa, norozichilik ko'payganining hisobiga tepadagi mutasaddilar ham o'ylab ish qiladi. Xalqning ijtimoiy ongining rivojlanishi tepadagi
karchalonlarga, mansabdorlarga ham albatta o'zini ta'sirini o'tkazib boshlaydi. Har qanaqangi ahmoqona qarorlar, faqat o'zining manfaatini o'ylab chiqarilayotgan qarorlarni hayotga tatbiq etishdan oldin o'ylab ko'rishadi. Xalq bunga nima deydi deb. Hamma narsa o'tib ketaveradi, bu xalq yeyveraveradi deb o'ylaydi-ku. Lekin hamma o'zining fikrini bildirishga haqqi bor. Shuning uchun iltimos sizlardan o'zlaringizni fikrlaringizni bildiringizlar. Bu yerda birov davlatga qarshi hech qanaqangi siyosat olib borayotgan yo'q. Ba'zi bir kommentariyalarda yozishyaptiki, prezidentni ag'darish kerak. Xalqni ko'tarish kerak. Yo'q, xalq oddiy o'zining fikrini bildirsin. Ijtimoiy tarmoq orqali o'zining munosabatini bildirsin o'sha qarorlarga. Bularni faqat komediya qilib, ho'kizlarni qizil pasport bilan chegaraga olib borib qo'yib, komediyalik kontentlar yaratib, podpischikni ko'paytaman, uni ko'paytaman, o'zimni mashhur qilaman degan maqsadda foydalanmaslik kerak. Xalqqa foydasi tegadigan tomonini aytib, o'zining fikrini bildirib, mana shunaqangi kanallar orqali hammani mulohazaga chorlab asos bildirish kerak. Bu yerda biz hech qanaqangi podpischik ko'paytirishga harakat ham qilayotganimiz yo'q. Bizda o'zimizda kanalimiz bo'lgani bilan like bosing yoki menga podpiska bo'ling deb biz aytmaymiz hech qachon. Bizga u shart ham emas. Oddiy o'zimizning blogimiz, o'shanga qarab o'zimizning fikrimizni bildiramiz. Kundalik hayotdagi tashvishlarni, xursandchiliklarni baham ko'rish uchun ishlatilgan kanal bu. Shuning uchun mayli u tarqatishga yordam beringizlar deyishimiz mumkin, lekin like bosing, bizga podpiska bo'ling deb aytganimiz yo'q. Unaqangi kommentariyalarni men udalit qildim. Sizlarni to'g'ri fikrlashga, o'zlaringizni huquqlaringizni qo'riqlashga chorlab qolaman. Salomat bo'lingizlar.